Bugun men sizga juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Yashirin, arxiv yoki hammaga ochiq ko'rinmaydigan tariflar haqida. Bu mavzu har bir telefon ishlatadigan odamga tegishli. Chunki ko'pchilik har oy aloqa uchun ortiqcha pul to'layapti. Lekin operator ilovasida, reklamada yoki salon oynasida undan ancha foydaliroq variantlar ko'rinmaydi. Men bugun nima uchun bunday tariflar borligini, ularni qanday topish mumkinligini, kimlar ulanishga ulgurish kerakligini va kimlar shoshilmasligi kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng muhim qadamlarni oxirida aniq ro'yxat qilib beraman. Hozir kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bunday ma'lumotni operatorlar doim ham baland ovozda aytavermaydi. Avval aloqa bozorida hammasi nisbatan sodda edi. Siz do'konga borardingiz. Operatorning 3 karta asosiy tarifini ko'rardingiz. Biri ko'proq daqiqa uchun, biri internet uchun, biri arzon abonent to'lovi uchun. Tanlov kam, shartlar ham oddiy, falon so'mga falon megabayt, falon daqiqa, falon SMS. Odamlar ko'pincha salondagi maslahatchi nima desa, shunga ulanardi. Hozir vaziyat butunlay o'zgargan. Operatorlar tariflarni juda tez-tez yangilaydi. Bugun bir tarif chiqadi, 2 oy o'tib uning narxi oshadi yoki butunlay arxivga o'tadi. Yangi mijozlarga boshqa shartlar, eski mijozlarga boshqa shartlar, ilova orqali ulansa boshqa aksiya, faqat ma'lum hududda ulansa yana boshqa shart. Bundan tashqari, ko'plab tariflar ochiq reklama qilinmaydi. Ular arxiv tarif, maxsus taklif, retention tarif, korporativ tarif, individual taklif yoki aksiya paketi nomlari ostida bo'lishi mumkin. Oddiy odam buni ko'rmaydi. U telefonga operator ilovasini ochadi, tariflar bo'limiga kiradi va faqat 5-6 ta tarifni ko'radi. Shundan birini tanlaydi. Lekin aynan shu paytda boshqa mijozga SMS orqali ancha foydaliroq tarif taklif qilinayotgan bo'lishi mumkin yoki kimdir raqamini boshqa operatorga o'tkazmoqchi bo'lganida unga ketmang, sizga maxsus shart beramiz deyshadi. Yoki eski tarifda yurgan odam hali ham oyga kamroq to'lab ko'proq internet olayotgan bo'ladi. Yangi mijoz esa shu hajm uchun 2 barobar ko'proq to'laydi. Men bu yerda hamma operator yomon demoqchi emasman. Operator ham biznes qiladi, tarmoq quradi, bazaviy stansiya o'rnatadi, litsenziya to'laydi, texnik xizmat qiladi. Lekin iste'molchi sifatida siz ham o'z pulingizni himoya qilishingiz kerak. Agar sizga ochiq tariflar ichidan eng qimmati ko'rsatilsa, lekin arxivda yoki maxsus taklifda sizga mos variant turgan bo'lsa, nega har oy ortiqcha to'lashingiz kerak? Bugungi kunda eng katta o'zgarish shuki, operatorlar mijozlarni bir xil deb ko'rmaydi. Har bir mijozning xulq-atvori tahlil qilinadi. Kim qancha internet ishlatadi, kim ko'p qo'ng'iroq qiladi, kim tez-tez balans to'ldiradi, kim raqamini o'zgartirish ehtimoli yuqori, kim bir necha oy faol emas. Shunga qarab takliflar beriladi. Masalan, siz har oy 10.000 so'm to'lab 20 gigabayt internet ishlatasiz. Lekin aslida 20 gigabaytdan 8 gigabayt ishlatyapsiz. Qolgan qismi kuyib ketayapti. Operator uchun bu qulay. Siz ko'p to'laysiz, kam ishlatasiz. Shuning uchun u sizga avtomatik tarzda arzonroq tarifni reklama qilmasligi mumkin. Chunki siz shikoyat qilmayapsiz, ketmayapsiz, to'lovni vaqtida qilyapsiz. Yoki aksincha, siz oxirgi oy balans to'ldirmadingiz, boshqa operator sim kartasini ishlata boshladingiz, eski raqamingizga kam kiryapsiz. Shunda operator sizni yo'qotishdan qo'rqib SMS yuborishi mumkin. Siz uchun maxsus taklif, falon so'mga falon gigabayt. Bunday taklif ilovada hammaga ko'rinmasligi mumkin, faqat sizga keladi. Yana bir holat, raqamni boshqa operatorga ko'chirish, ya'ni MNP jarayonini boshlagan mijozlar. Ko'p mamlakatlarda, shu jumladan bizda ham raqamni saqlagan holda operator almashtirish imkoniyati paydo bo'lgandan keyin operatorlar mijozni ushlab qolishga ko'proq e'tibor bera boshladi. Siz ketmoqchi bo'lsangiz, operator birdan sizga yaxshiroq shart taklif qilishi mumkin. Albatta bu har doim bo'ladi deb kafolat berib bo'lmaydi. Lekin amaliyotda bunday maxsus ushlab qolish takliflari ko'p uchraydi. Eng avvalo, har oy aloqa uchun 1000 so'mdan ko'p to'layotganlar albatta tekshirish kerak. Chunki katta abonent to'lovi bo'lsa, kichik tejash ham yil davomida sezilarli bo'ladi. Masalan, siz oyiga 1000 so'm to'laysiz. Agar sizga mos yashirin yoki arxiv taklif orqali abonent to'lovi 25000 so'mga tushsa, oyiga 25000 so'm tejaysiz. Bir yilda bu 300.000 so'm. Bu pulga internet ruti uchun to'lov. Bola uchun o'quv guroli yoki bir necha oy kommunal xarajatning bir qismi yopiladi. Ikkinchi guruh
internetdan ko'p foydalanadiganlar. Masalan, siz YouTube ko'rasiz, Telegramdan fayl yuklaysiz, Instagram va TikTok ishlatasiz, ish uchun video qo'ng'iroq qilasiz. Sizga reklamada chiroyli ko'ringan tarif mos bo'lmasligi mumkin. Chunki unda cheksiz ijtimoiy tarmoq deb yozilgan, lekin aslida video. Fayl yuklash yoki tashqi havolalar umumiy internetdan yechiladi. Yashirin yoki maxsus paketlarda esa ba'zan oddiy gigabayt ko'proq beriladi. Bu esa ancha foydaliroq. Uchinchi guruh oilasida bir nechta raqam ishlatadiganlar. Masalan, ota-ona, 2 farzand, jami 4 ta sim karta. Har biri alohida 40 ming so'm to'lasa, oila oyiga 200 ming so'm aloqa uchun sarflaydi. Bunday holatda korporativ yoki oilaviy paketlarni so'rab ko'rish kerak. Ba'zi operatorlarda rasmiy reklamada ko'rinmasa ham, yuridik shaxslar, yakka tartibdagi tadbirkorlar yoki guruh raqamlari uchun foydali shartlar bo'ladi. Agar oilada kimdir tadbirkor bo'lsa, ish joyi orqali korporativ tarifga ulanish imkoniyati bo'lishi mumkin. 4-guruh eski raqam egalari. Agar siz 5-10 yildan beri bir operator bilan yurgan bo'lsangiz, sizda arxiv tarif qolgan bo'lishi mumkin. Bunday tarifni almashtirishdan oldin juda ehtiyot bo'ling. Ko'p odamlar xato qiladi. Ilovada yangi tarifga o'ting, ko'proq internet oling degan banner chiqadi. Ular bosadi. Keyin eski tarifga qayta olmaydi. Eski tarifda abonent to'lov past, qo'ng'iroqlar arzon, muddat shartlari qulay bo'lishi mumkin. Yangi tarif esa birinchi oy chiroyli ko'rinadi, keyin aksiya tugaydi. 5-guruh pensionerlar, talabalar, kam internet ishlatadiganlar. Ular ko'pincha operator saloniga borib, maslahatchi tavsiya qilgan tarifga ulanadi. Maslahatchi esa bilib bilmay eng yangi paketni taklif qiladi. Masalan, bu faqat farzandlarga qo'ng'iroq qiladi va Telegramda ovozli xabar eshitadi. Unga 30 gigabayt internetli qimmat tarif kerak emas. Unga arzon abonent to'lovi, tarmoq ichida daqiqa yoki kichik internet paketi yetadi. Yashirin yoki kam reklama qilinadigan minimal tariflar aynan shunday odamlar uchun foydali bo'lishi mumkin. Endi kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning ish joyingiz aloqa xarajatini to'lab bersa va limit muammo bo'lmasa, albatta siz uchun bu masala kamroq muhim. Yoki sizda allaqachon juda foydali arxiv tarif bo'lsa, oyga kam to'lab yetarli xizmat olayotgan bo'lsangiz shoshilmang. Yana bir holat. Siz tez-tez chet elga chiqasiz va roaming shartlari sizga muhim. Bunda faqat abonent to'lovi arzonligiga qarab tarif tanlash xato bo'lishi mumkin. Chunki roamingda narxlar keskin farq qiladi. Birinchi misol. Aziz ismli mijoz oyiga 5 ming so'mlik tarifda edi. Tarifda 25 gigabayt internet, tarmoq ichida cheksiz daqiqa, boshqa yo'nalishlarga 5 daqiqa bor edi. Azizning real ishlatishi oyiga 9 gigabayt internet, 20 daqiqa qo'ng'iroq. Demak, u deyarli yarim paketni ishlatmasdi. U operator ilovasida pastroq tarifni ko'rmagan, chunki asosiy ekranda faqat yuqori paketlar chiqqan. U kol markaziga qo'ng'iroq qilib, "Mening oxirgi 3 oylik sarfimni ko'rib, eng arzon mos tarifni ayting" dedi. Natijada unga 45 ming so'mlik boshqa paket taklif qilishdi. Oyiga 30 ming so'm tejash boshlandi. Bir yilda 360 ming so'm. Ikkinchi misol. Dilnoza opaning 2 farzandi bor. Har birida alohida tarif. 70 ming, 55 ming, 25 ming so'm. Oila jami 70 ming so'm to'lardi. Farzandlar internetni ko'p ishlatadi. Onasi esa asosan qo'ng'iroq qiladi. Ular hammasiga bir xil tarif ulab qo'ygan. Bu eng katta xato edi. Tekshiruvdan keyin bolalarga ko'p internetli, onaga esa arzon qo'ng'iroq va kichik internetli tarif tanlandi. Bundan tashqari, operator ichidagi raqamlar guruhi xizmatini so'rashdi. Natijada umumiy xarajat 1,7 mingdan 1,10 mingga tushdi. Bu yerda yashirin tarifdan ham ko'ra yashirin imkoniyat muhim bo'ldi. Ko'pchilik bunday xizmat borligini so'ramaguncha bilmaydi. 3-misol. Rustam aka raqamini boshqa operatorga o'tkazmoqchi bo'ldi. Chunki internet sifati uyida yomon edi. U ariza bergandan keyin amaldagi operator unga qo'ng'iroq qildi va maxsus taklif berdi. Bir necha oy davomida chegirmali abonent to'lovi va qo'shimcha internet. Lekin men bu yerda bitta narsani ta'kidlayman. Faqat chegirma uchun operator almashtirish jarayonini o'ynab qilmaslik kerak. Agar siz haqiqatan ketishga tayyor bo'lmasangiz, jarayonni boshlash noqulaylik tug'dirishi mumkin. Lekin mijoz sifatida siz raqobatdan foydalanishingiz mumkin. Operatorga "Men ketmoqchiman" desangiz, u sizning qiymatingizni qayta ko'rib chiqishi ehtimoli bor. 4-misol. Talaba oyiga 35 ming so'mlik tarifda edi.
lekin u har kuni universitet Wi-Fi tarmog'idan foydalanardi. Mobil internet faqat yo'lda kerak bo'lardi. Unga 20 gigabaytli paket emas, balki kichik abonent to'lovi va kerak bo'lganda kunlik internet paketi foydaliroq chiqdi. Odamlar ko'pincha ko'p gigabayt bo'lsa yaxshi deb o'ylaydi. Aslida ishlatilmagan gigabayt ham pul. Agar paket oxirida 15 gigabayt qolib ketayotgan bo'lsa, siz havo uchun pul to'layapsiz. Birinchi nozik nuqta, cheksiz so'ziga ishonib ketmang. Cheksiz internet, cheksiz ijtimoiy tarmoq, cheksiz messenjer degan yozuvlar bor. Lekin shartlarida tezlik cheklovi, faqat matn va rasmga amal qilishi, video umumiy paketdan yechilishi, VPN ishlatilganda hisoblash o'zgarishi. Trafik tugagandan keyin tezlik 64 yoki 28 kbit/gacha tushishi mumkin. 28 kbit/sekund bilan oddiy sahifa ham sekin ochiladi. Demak, cheksiz so'z amalda har doim ham haqiqiy cheksizlik emas. Ikkinchi tuzoq, tarifga o'tish narxi va ulanish sharti. Ba'zi tariflarda birinchi oy arzon, keyingi oy qimmat. Ba'zilarda o'tish uchun alohida to'lov olinadi. Ba'zilarda abonent to'lovi oyning boshida to'liq yechiladi. Siz esa o'rtada o'tsangiz ham to'liq to'lashingiz mumkin. Shuning uchun tarif almashtirishdan oldin o'tish narxi qancha, qachon yechiladi, hozirgi paketlarim kuyadimi, balansimdan qanday summa olinadi deb so'rash shart. Uchinchi nozik masala, arxiv tarifdan chiqib ketsangiz qayta olmasligingiz mumkin. Bu juda muhim. Men ko'p marta ko'rganman. Odam eski tarifda yurgan, keyin reklamadagi yangi tarifga o'tgan, bir haftadan keyin pushaymon bo'lgan. Operatorga qo'ng'iroq qiladi. Meni eski tarifimga qaytaring. Javob: tarif arxivda qayta ulash imkoni yo'q. Shuning uchun eski tarifni hech qachon tuyg'u bilan almashtirmang. Avval shartlarni yozib oling, solishtiring. Keyin qaror qiling. 4-masala, hududdagi tarmoq sifati. Eng arzon va eng katta gigabaytli tarif ham foydasiz, agar sizning uyingizda yoki ish joyingizda internet yaxshi ishlamasa. Masalan, bir operator 1 gigabayt bersa ham, uyda dartga signali sust bo'lsa, siz asabiylashasiz. Boshqa operator 1 gigabayt bersa, lekin tezlik barqaror bo'lsa, real hayotda shu foydaliroq. Tarif tanlashda faqat narxi emas, qamrov va tezlikka qarang. 5-masala, qo'shimcha pulli xizmatlar. Ko'pchilik tarif qimmatlashdi deb o'ylaydi. Aslida raqamida keraksiz xizmatlar ulangan bo'ladi. Gudok, content obuna, pulli SMS xabarnoma, avtomatik internet paket, qarz xizmati, kunlik megabayt, o'yin yoki horoskop obunasi. Har biri kuniga 300 so'm, 500 so'm yoki 1 so'mdan yetishi mumkin. Oy oxirida bu 1000 so'mga chiqadi. Siz yashirin tarif izlashdan oldin raqamingizdagi yashirin xarajatlarni tozalashingiz kerak. 6-masala, maxsus taklif hammaga bir xil berilmaydi. Bir do'stingizga 1000 so'mga 30 gigabayt taklif kelgan bo'lsa, sizga ham aynan shunday beriladi deb o'ylamang. Operatorlar mijoz profiliga qarab taklif qiladi. Lekin bu so'ramaslik kerak degani emas. Kal markazga, rasmiy ilovaga, salon xodimiga murojaat qiling. Menga individual taklif bormi deb aniq so'rang. Ba'zan tizimda ko'rinib turadi. Faqat mijoz o'zi so'ramaguncha aytilmaydi. 7-masala, korporativ tariflar. Ular haqiqatan foydali bo'lishi mumkin, lekin shartlarni o'qing. Ba'zan raqam tashkilot nomida bo'ladi. Keyin ishdan chiqsangiz raqamni qaytarib olish qiyinlashadi. Ba'zan tarif yaxshi, lekin boshqaruv kompaniya orqali bo'ladi. Agar raqam siz uchun juda muhim bo'lsa, banklar, davlat xizmatlari. Messengeringiz shu raqamga bog'langan bo'lsa, egalik huquqi masalasiga befarq bo'lmang. Endi eng muhim qism, siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, oxirgi 3 oylik sarfni tekshiring. Operator ilovasiga kiring yoki shaxsiy kabinetdan foydalaning. Qancha internet ishlatdingiz? Qancha daqiqa gaplashdingiz? Qancha SMS yubordingiz? Abonent to'lovi qancha bo'ldi? Qo'shimcha yechimlar bo'ldimi? Hammasini yozib oling. Agar ilovada batafsil ma'lumot bo'lmasa, chal markazdan detalizatsiya so'rang. Pasportingiz yoki raqam egasi bo'lgan shaxsning hujjati kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, o'zingizning real ehtiyojingizni yozing. Masalan, oyga 12 gigabayt internet yetadi. Boshqa operatorlarga 200 daqiqa kerak. SMS deyarli kerak emas, roaming kerak emas yoki internet kamida 20 gigabayt bo'lsin. Qo'ng'iroq muhim emas. Odamlar xato qilib tarifni reklama bo'yicha tanlaydi. To'g'ri yo'l avval ehtiyojni aniqlash, keyin tarif tanlash. 3-qadam, ilovadagi ochiq tariflarni solishtiring. Faqat nomiga emas, shartlariga qarang.
abonent to'lovi, internet hajmi, daqiqalar, amal qilish muddati, paketdan tashqari narx, tezlik cheklovi, tarmoqlar bo'yicha farqlar hammasini tekshiring. Shartlar sahifasini skrinshot qilib oling. Chunki keyin bahs chiqsa, sizda dalil bo'ladi. 4-qadam. Chol markazga qo'ng'iroq qiling va oddiy savol bermang. Aniq savol bering. Qanday tariflar bor desangiz, sizga reklamadagi tariflarni aytishadi. Buning o'rniga shunday deng. Men oxirgi 3 oyda o'rtacha falon gigabayt va falon daqiqa ishlatganman. Menga eng arzon mos tarifini topib bering. Menda individual maxsus yoki orqaga yaqin taklif bormi? Rag'amim uchun chegirmali paket mavjudmi? Ana shunda xodim tizimni chuqurroq tekshiradi. 5-qadam. Operator saloniga borsangiz, hujjat bilan boring. Rag'am sizning nomingizda bo'lsa, pasport yoki ID karta oling. Agar raqam boshqa odam nomida bo'lsa, ko'p xizmatlarni sizga ulab bermasliklari mumkin. Raqam egasi bilan boring yoki oldindan egalikni rasmiylashtiring. Ayniqsa korporativ tarif, raqamni ko'chirish, tarifni tiklash. Detalizatsiya olish kabi masalalarda hujjat muhim. 6-qadam. Keraksiz xizmatlarni o'chiring. Ilovada xizmatlar, obunalar, kontent xizmatlar, pulli xizmatlar bo'limini toping. Tushunarsiz hamma narsani tekshiring. Agar kerak bo'lmasa o'chiring. Gal markazga raqamdagi barcha pulli qo'shimcha xizmatlarni aytib bering va keraksizlarni o'chirib murojaat qiling. Bu ba'zan tarif almashtirishdan ham ko'proq tejaydi. 7-qadam. Arxiv tarifda bo'lsangiz, avval taqqoslash jadvali qiling. Bir ustunga hozirgi tarifingizni yozing. Abonent to'lovi, internet daqiqa, paketdan tashqari narx. 2-ustunga yangi tarif. 3-ustunga sizning real sarfingiz. Agar yangi tarif faqat 1-oy foydali bo'lsa, ehtiyot bo'ling. Agar eski tarifga qaytish imkoni yo'q bo'lsa, 2 marta o'ylang. 8-qadam. Raqamni boshqa operatorga ko'chirishni faqat haqiqiy ehtiyoj bo'lsa ko'rib chiqing. Avval yangi operatorning siz yashaydigan joydagi sifatini tekshiring. Qo'shnilardan so'rang, 2-sim olib sinab ko'ring. Tezlik testini qiling. Keyin tarifni solishtiring. Agar ko'chirishga qaror qilsangiz, pasport bilan rasmiy salon yoki tasdiqlangan kanal orqali ariza bering. Jarayonda qarzdorlik bo'lmasin, raqam sizning nomingizda bo'lsin. 9-qadam. Hamma va'dani yozma ko'rinishda tasdiqlating. Xodim sizga 6 oy chegirma bo'ladi desa, SMS ilova xabari yoki shartlar havolasini so'rang. Og'zaki gap keyin isbotlanmaydi. Ayniqsa qimmat tarif, korporativ paket yoki maxsus aksiya bo'lsa, shartlarni saqlab qo'ying. 10-qadam. Har 3 oyda tarifni qayta tekshiring. Aloqa bozori juda tez o'zgaradi. Bugun foydali bo'lgan tarif 3 oyda eskirishi mumkin. Sizning ehtiyojingiz ham o'zgaradi. Yangi ish, yangi uy, wifi bor yoki yo'qligi, farzandning o'qishi, safarlar. Shuning uchun tarifni bir marta tanlab, yillar davomida unutib yubormang. Men sizga kol markazi yoki salonda ishlatish mumkin bo'lgan tayyor matni aytaman. Shunday deb murojaat qiling. Assalomu alaykum. Men raqamim bo'yicha oxirgi 3 oylik sarfni ko'rib chiqdim. Hozirgi tarifim menga qimmatlik qilyapti. Men raqamim uchun mavjud bo'lgan barcha individual takliflar, chegirmali paketlar, arxiga yaqin tariflar yoki maxsus aksiyalarni tekshirib berishingizni so'rayman. Menga reklamadagi eng ommaviy tarif emas, real sarfimga mos eng arzon variant kerak. Tarifga o'tsam, eski tarifga qaytish mumkinmi? O'tish narxi qancha, mavjud paketlar kuyadimi? Hammasini tushuntirib bering. Bu gaplar juda oddiy, lekin natija beradi. Chunki siz arzonroq narsa bormi deb umumiy so'ramayapsiz. Siz xodimdan tizimdagi maxsus takliflarni tekshirishni talab qilyapsiz. Albatta xodim hamma narsani bera olmaydi. Tizim ruxsat berganini ko'radi. Lekin siz so'ramasangiz, ko'p hollarda hech kim o'zi izlab bermaydi. Yana bitta muhim maslahat, qo'pol bo'lmang. Gal markaz xodimi tarif siyosatini o'zi o'ylab topmaydi. U tizimda bor narsani aytadi. Muloyim lekin qat'iy bo'ling. Iltimos qayta tekshirib bering. Supervisor bilan maslahatlashish mumkinmi? Mening raqamimda individual taklif ko'rinmayaptimi? Kabi savollar ko'proq yordam beradi. Bugungi mavzuning asosiy ma'nosi shuki, ko'pchilik odam aloqa uchun kerakligidan ko'proq pul to'layapti. Chunki u o'z real sarfini tekshirmaydi. Arxiv tarifdan chiqib ketish xavfini bilmaydi. Maxsus takliflarni so'ramaydi va qo'shimcha pulli xizmatlarni nazorat qilmaydi. Yashirin tarif deganda doim qandaydir sirli, noqonuniy narsa tushunilmaydi. Ko'pincha bu reklama qilinmaydigan, faqat ayrim mijozlarga beriladigan, arxivda qolgan yoki shartlari murakkab bo'lgan taklif.
Uni topish uchun siz faol bo'lishingiz kerak. Hozirning o'zida ilovangizga kiring. Sarfingizni tekshiring. Keraksiz xizmatlarni o'chiring. JAL markaziga aniq savollar bering. Agar siz eski tarifda bo'lsangiz, hech narsani shoshilib almashtirmang. Agar qimmat tarifda bo'lsangiz, yilga qancha ortiqcha to'layotganingizni hisoblang. Ba'zan 10 daqiqalik tekshiruv bir yilda 100 minglab so'mni tejab beradi. Izohlarda yozing. Siz qaysi operatini ishlatasiz? Oyiga qancha to'laysiz va sizda yashirin yoki maxsus tarif taklifi bo'lganmi? Boshqalar ham tajribangizdan foydalansin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot hammaga kerak. Kim bilsa, o'sha kamroq to'laydi.